Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar. Bizni nafaqat Turkiyada, balki butun O'zbekistonda tomosha qilayotgan aziz hamyurtlarimiz, do'stlarimiz, barchangizga Turkiya Jumhuriyatining eng go'zal turistik viloyatlaridan biri bo'lgan Antalyadan alangali, sog'inchli salomlarimizni yo'llab qolamiz azizlar. Bugun biz Antalyadagi O'zbegim uyushmasining asoschisi, rahbari, O'zbekistonlik, Samarqandlik aziz yurtdoshimiz, ukamiz Dilshodbek Abdullayevning xonadonidamiz va bugun biz mana shu O'zbegim uyushmasi haqida, bu uyushmaning tashkil topishi haqida va boshqa mavzular haqida suhbatlashamiz azizlar. Assalomu alaykum yana bir bora Dilshodbek. Assalomu alaykum Nazira opa, xush kelibsiz Antalyamizga. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz bizlarni kuzatuvchilar. Hammaga Antalyadan alangali salomlarimizni yo'llaymiz. Albatta. Avvalambor bizni chaqirganingiz uchun, mana shu xonadoningizga mehmon qilganingiz uchun rahmat. Biz mana shu sizni uyingizga ulug' bir maqsad bilan keldik. Mana yaxshi niyatlar bilan mana shu O'zbegim uyushmasiga asos solibsiz, tashkil qilibsiz. Katta rahmat sizga. Chunki o'zbek xalqini ming yillarga xos, bir necha ming yillarni ortida turgan tarixi, madaniyati, ma'naviyati bor. Biz ularni qanchalik targ'ib qilsak, qanchalik xalqimizga, dunyoga tanitsak shunchalik oz. Keling, suhbatimizni mana shu O'zbegim uyushmasini tashkil topishi qanday bo'ldi? Muammolar, qulayliklar, og'irliklar qanday bo'ldi? Shular haqida boshlasak. Marhamat. Albatta, bu uyushmamiz ochilish fikri bir yil oldin paydo bo'lgandi. O'shanda mana shu uyushmani nizomlarini yozib, asoschilarni ro'yxatini tuzib, bir nechta mana shu Antalyada yashayotgan vatandoshlarimiz bilan fikrlashib boshlagandik. Lekin nasib ekan bu kunlarga to'g'ri keldi. Uyushmamizni 6-mart kuni 2025-yil mana shu Antalya shahrida ochdik. Lekin mana 2 oy bo'lishiga qaramasdan, hali 2 oy bo'lgani yo'q. Bir nechta tadbirlarni o'zimiz amalga oshirdik. Demak, hali juda yosh ekan bu. Albatta, yosh bo'lishimizga qaramasdan ancha muvaffaqiyatli boshlandi. O'zimiz tadbirlar uyushtirdik, Antalyadagi xalqaro tadbirlarda qatnashdik. Sog' bo'lsinlar, bu yerdagi o'zbek vatandoshlarimiz, bu yerda yashayotgan, o'qiyotgan barcha vatandoshlarimiz bu uyushmamizni qo'llab-quvvatlab, bitta masalan tadbirga shuni tashkil qilishimiz kerak degan taklifimizga xo'p deb, labbay deb javob berib, hamma birlikda, hamjihatlikda faol bir harakat qilyapmiz. Demak, hamma bir-birini sog'ingan, albatta, birlashishni xohlagan o'zbeklar birgalikda mana shu uyushmaga asos soldilaringiz. Barchaga rahmat. Mana shu uyushmani poydevor qo'yilishida o'zini hissasini qo'shayotgan va Antalyada va Turkiyaning boshqa joylarida yashayotgan barcha yurtdoshlarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz va azizlar, shuni ham e'tiborga olishingizni istardim-ki, hozircha O'zbegim uyushmasini moddiy bazasi tashkil bo'lgani yo'q, to'g'rimi hali? Sekin o'shaning uchun texnik kamchiliklar bo'lishi mumkin. Hali professional mikrofonlar olinmadi, professional kameralar olingani yo'q. Shuning uchun biz qo'limizdan kelgunicha o'z imkonlarimiz doirasida bu suhbatni yozyapmiz. Balki ovozda texnik xatolar bo'lishi mumkin, qandaydir orqa fonda ovozlar eshitilishi mumkin. Bu texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Xudo xohlasa ko'p o'tmasdan biz bu kamchiliklarni bartaraf qilamiz, albatta birgalikda va professional ko'rsatuvlar olishga harakat qilamiz. To'g'rimi? Albatta. Hozir aytganimizdek, hali yosh uyushma. Mana shu vatandoshlarimiz o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, birgalikda tadbirlarni, mana shu ishlarimizni yo'lga qo'yganmiz. Endi bankdan hisob raqami ochib, o'zimizni bir moddiy bazamizni yaratgandan keyin
mana shu media sohasiga ba'zi jihozlar olish rejamiz bor. Inshaalloh. Aytganimizdek professional bir xodimlarni ishga olib, mana shu O'zbegim uyushmasini nafaqat Antaliyada, Turkiyada, butun dunyoda tanitish, uyushma faoliyati orqali O'zbekistonni boy madaniy merosini, tarixini, gastronomiyasi, turizm salohiyatini hammasini tanitish maqsadimiz. Xudo albatta hamma narsa asta-sekinlik bilan bo'ladi. Nasib qilsa qo'limizdan kelgancha bir-birimizga yordamlashamiz va boshqa yurtdoshlarimiz ham qarab turmaydi, chunki o'zbek xalqi baribir o'zini vatanini sevgan, madaniyatini, qadriyatini sevgan insonlardir. Mana siz bilan tanishishimizga mana shu Anqaradagi elchixonadagi turizm koordinatori Saidjon aka sababchi bo'lgandilar, adashmasam, to'g'rimi? 1 yil oldin. Albatta, esingizda bo'lsa, o'tgan yili mana shu aprel oylarida Antaliyada marafon o'tkazgandik. Albatta, esimda turizm va madaniyat marafoni. Siz turmush o'rtog'ingiz bilan tashrif buyurib, o'sha marafonimizni ham juda yaxshi bir yoritib bergandingiz. Mirsaid akamiz albatta bu uyushmani ochilishida juda katta hissasi bor. Juda ko'p g'oyalari, fikrlarini Mirsaid akadan olganmiz. Hozir ham faxriy rahbarimiz hisoblanadi. Hozir O'zbekistondalar. Bizni agar kuzatib turgan bo'lsalar, ularga katta rahmat aytamiz, chunki Mirsaid akada shunaqa qobiliyat borki, ilhom beradi insonga, fikrlar beradi va u fikrlar seni istasang istamasang harakatga yo'llantiradi va mana shu harakatlar, ular bergan fikrlar doirasida biz harakat qilmoqdamiz. Chindan ham vatansevar inson. Men mana shu O'zbekistonimizda, yurtimizda mana shunday insonlarni ko'pligiga ishonaman. Chunki o'sha Behbudiylar bizni bobolarimiz, Al-Farg'oniylar bizni bobolarimiz, Cho'lponlar, mana shu ziyoli insonlar bizni bobolarimiz va ularni izdoshlari albatta mana siz davom ettiryapsiz bu insonlarni, bobolarimizni izlaridan. Mirsaid aka, qayerda bo'lsangiz ham sog' bo'ling. Bizga mana shunday g'oyalarni berganingiz uchun sizga rahmat. Va umid qilamizki, siz ham O'zbekistonda bo'lishingizga qaramasdan O'zbegim uyushmasini har doim asoschilaridan birisiz va o'sha O'zbekistondan turib bizni qo'llab-quvvatlab turishingizga ishonamiz. Mana bu yerda Dilshodbek sizni o'rningizni bildirmasdan harakat qilmoqda, mana o'zbeklarni birlashtirishga. Demak, suhbatimizni davom ettiramiz. Dilshodbek, albatta har bir ishni boshlanishi juda ham qiyinchilik bilan boshlanadi. Kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi. Masalan, hozir dunyoda mashhur bo'lgan har qanday kompaniyaga tarixiga qarasangiz, o'sha noldan boshlagan payti qiyinchiliklar bo'lgan. Mana sizni ham ishingizda qiyinchiliklar bo'lyaptimi? Masalan, rasmiylashtirish yoki boshqa bir tashkiliy ishlarda sizga yordam berayotganlar bormi yoki hozircha o'zingiz harakat qilyapsizmi? Mana O'zbekistonda, Turkiyada O'zbekistonni masalan rasmiy idoralari bor, to'g'rimi? Konsulliklari bor, elchixonasi bor. Ulardan vakillar bilan hamkorlikdamisiz yoki hali boshlamadingizmi? Bular haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Albatta biz barcha o'zbek, turk tashkilotlari bilan, shaxslar bilan birgalikda, hamkorlikda ishlar olib boryapmiz. Mana shu endi qiyinchiliklardan gap ochdingiz. Mana shu uyushmamizni ochilishni asosiy sababi ham bir joy masalasi edi. Bir o'zimizga ofis, ya'ni joy bo'lishi kerak ekan, ochilish talablaridan biri. Albatta, joysiz bo'lmaydi. Albatta. Uni mana shu mart oyida bir yaqin tanishimiz yordam berdilar joy masalasida. Hozircha ijara shartnomasi asosida joyda turibmiz. Qiyinchiliklarimiz, bilasiz, bu uyushma ochish Turkiyada unaqa katta mablag' sarf qilmaydi ochilishda. Mana shu hokimiyat valiylik tomonidan vazirlikka tasdiq uchun yuboriladi. Tasdiqdan o'tgandan keyin ochilishi mumkin. 7 kishi asosiy a'zolari bilan ochiladi.
Bundan keyingi rejalarimizda mana shu joy masalasi turibdi. Ofis o'zimizga alohida bir ofis olish rejamiz bor. Antaliya sharoitida hozir qarab yaxshi o'zimizga ma'qul bir ofis joylarni qarayapmiz. Konsullik va boshqa xalqaro tashkilotlar, O'zbekistondagi vatandoshlar tashkiloti, vazirliklarga murojaat qildik. Ular ham bu bizning ochilishimizni mamnuniyat bilan qabul qilishdi va har doim qo'llab-quvvatlashlarini aytishdi. Yaqinda xalqaro Yo'riq Turkman festivali bo'lib o'tadi, 4-marta bo'ladi Antaliyada. Mana shu Yo'riq Turkman festivalida Xudo xohlasa mana shu O'zbekistonni Turkiyadagi elchixona konsulliklari bilan birgalikda va O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda juda bir chiroyli tarzda mana shu festivalga qatnashishni reja qilib turibmiz. Judayam yaxshi niyatlaringiz. Mana shu Yo'riq festivalini yodga soldingiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'tgan yili qatnashgandik biz ham Ozarbayjon Kultur madaniyat markazi tarafidan. O'sha yerda bir narsa meni judayam ham xafa qilgandi, ham hayratlantirgandi. Hamma turkiy millatlarni chodirlari bor, hammasi shunaqa chiroyli bezalgan. Lekin birgina O'zbekiston chodiri bo'm-bo'sh, hech narsa yo'q. Yo hech bir rasmiy xodimlar yo'q O'zbekiston vakolatxonasi tarafidan. Ya'ni yo'q, yani shunaqangi xafa bo'lib ketdim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men aytdim, O'zbekistonning vakolatxonasi Turkiyada bor-ku deyman. Nega rasmiy xodimlar yo'q bu yerda? Nega o insonlar bu yerda yo'q deyman? Chunki Ozarbayjon bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, o'sha elchixonalardan kelgan rasmiy xodimlar tog'dek bo'lib turishibdi o'sha insonlarning yonida. O'shanda juda ham xafa bo'lgandim Dilshod. Lekin mana shu O'zbegim uyushmasi ochilganini ko'rib, bu yil mana shu kecha yaqinda bo'lib o'tgan nima deydi, Oqdengiz universitetida bo'lib o'tgan mana shu festivalda mana shu O'zbegim uyushmasini turishini ko'rib, dasturxonni ko'rib, milliy qadriyatlarni aksini ko'rib shunaqangi xursand bo'ldim. Sizga qancha duo qildik, tasavvur qila olmaysiz. Chunki bu bizning faxrimiz. Chunki hamma millatlar xursand, o'zini ko'rsatyapti, san'atini ko'rsatyapti, lekin o'zbeklar mug'ayib turibdi. Juda ham insonga qattiq ta'sir qilar ekan. Shuning uchun sizga katta rahmat. Mana shunday ulug' bir ishga qo'l urdingiz. Balki kimlardir o'ylashi mumkin, nima qilasiz, boshingizni ortib, o'zingiz ishingizga qarang, pulingizni toping, aylaning, mol dunyo orttiring, shohda yashang deyishi mumkin. Lekin insonning ma'naviy dunyosi o'sha boy bo'lmasdan turib, o'sha milliy qadriyatlar bilan maqtana olmas ekan, u har qanday boylik ham uni baribir boy ko'rsata olmasa kerak. Shuning uchun sizga katta rahmat, yana bir bora bizni g'ururga to'ldirdingiz ko'nglimizni. Inshaalloh O'zbekiston vakolatxonasi xodimlari ham bundan keyingi tadbirlarda bizni yonimizda bo'ladi. Bizni yolg'iz emasligimizni ko'rsatadi, kerak bo'lsa o'sha bizga ma'naviy destek bo'ladi, kerak bo'lsa moddiy yordam berishadi, to'g'rimi? Albatta. Axir biz O'zbekiston uchun hammamiz bu bilasizmi Nazira opa, nima deydi, bu fuqarolik jamiyatlari asosan nodavlat notijorat tashkilotlar hisoblanadi. Bu yerda bir moddiy nima deydi, pul ishlash degan, pul topish degan narsa yo'q. Aksincha xarajatlari bo'ladi. albatta. Lekin mana yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yerda kechagi festivalda ko'rdingiz, bu yerdagi yashayotgan o'zbek vatandoshlarimiz, mana shu faollarimiz jon ko'ngildan ich-ichidan sevinib o'zlari milliy taomlarimizni mana shunaqa milliy liboslarda kelib taqdim qilishi hammani quvontiradi. Albatta. Bu ishlar nima deydi, ko'ngildan kelishi kerak. Har bir vatandoshni bitta misol keltirishim mumkin. Shu o'tgan yili O'zbekistondan sportchilar kelgan, Antaliyada xalqaro bir musobaqa bo'ldi. Endi nimadir sabab bo'lib o'zbek bayrog'ini olib kelmagan ekan. Bizga bir tanishimiz orqali murojaat qildi. Biz birdan 5-6 kishi o'zbeklar bu yerda faollarimiz borib, bayroqlarimizni olib borib, ularni nima deydi, musobaqada qo'llab-quvvatlab turdik.
balki avvalo sportchilarimizni o'zlarini qobiliyati, lekin mana shu bayroqlarimizni ko'rib kutilmaganda bizlarni anaqa sahnadan turib tribunadan turib ularni qo'llab-quvvatlashimiz ularga ruh bag'ishladi. Bir nechta oltin, kumush medallarni sohibi bo'lib ketdi. O'sha yerda bildimki, bu birgina bayroq yoki birgina mana shu milliy to'pimiz butun dunyoni nima deydi, ruhlantiradi. Butun dunyodagi o'zbeklarni ruhlantiradi. Siz tilga olgan o'sha o'tgan yilgi festivalga to'g'risi men ham ishlar bilan bo'lib, ikkinchi kuni farzandlarim bilan, oilam bilan ziyoratchi sifatida bordim. Chunki to'g'risi hech qanaqa imkonimiz yo'q edi. O'sha chodirlar har yili beriladi. Lekin uni tuzat, bezash, ichini to'ldirib, o'zimizni tanitishga imkonimiz yo'q edi. Borib aytganingizdek men ham juda xafa bo'ldim. Hatto video rasmlarga olib tegishli joylarga yubordim. Endi bu kabi xalqaro festivallar albatta nima deydi, e'lon qilinadi, balkim e'lon qilingandir yoki e'lon qilinmasdan xabarsiz qolgandir mas'ullarimiz. Lekin bundan keyingi mana festivallarda biz Antaliyaning nomidan oldindan bularni eshittiramiz, xabardor qilamiz. Birgalikda mana shu kamchiliklarimizni to'g'rilab ketamiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. O'sha mana ko'rib turgan har bitta milliy kiyimlarimizda, do'ppalarimizda hammasida vatanning aksi bor. Balki O'zbekistonda yashayotganimizda bularni unchalik qadrini bilmagandirmiz. Lekin boshqa bir mamlakatda yashayotganda har bitta narsani o'sha ko'zimizga surtib, o'sha ko'rsatishga harakat qilamiz. O'sha bejizga Yulduz Usmonova, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston degan qo'shiq yangraganda butun o'sha yuraklar hapriqib ketadi. Ijozat bersangiz men ham ozgina xirgoyi qilish xohlayman, chunki vatanimga bo'lgan sog'inch yana takrorlandi. Oq yo'rgakka o'ragansan o'zing bizni, oq yuvib oq taragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Oq yo'rgakka o'ragansan o'zing bizni, oq yuvib oq taragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedor ona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zing bizni. Adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Albatta har bitta o'sha aytganimdek, masalan maqtanish emas, mana shu nimchamni O'zbekistonda bir 15-20 yil oldin tiktirganman. Nima uchun hamisha kiyib yuraman? Boshqa kiyimim bo'lmaganidan emas. Buni sevganim uchun, bu meni o'sha vatanimni bir anaqasi siymosi bo'lgani uchun, o'zbek qizi siymosini bergani uchun menga mana shu boshimda do'ppim, egimda mana shu nimchamni hamisha e'zozlab, maqtanib kiyib yurishga harakat qilaman va shu kiyimlarda o'zimni shunaqangi erkin, shunaqangi rohat his qilamanki, agar boshqa bir libos bo'lsa, unchalik o'zimni begonadek his qilaman o'sha libosga. Lekin mana shu milliy liboslar meni jonim, meni anaqam bo'lib qolgan, aylanib qolgan, bir parchamga aylanib qolgan, Naziraning bir parchasiga. Shuning uchun aytamanki, o'ylamang, ya'ni biz bu yerda maqtanish uchun qilmayapmiz bu ishlarni, siz ham bu ishlarni maqtanish uchun qilmayapmiz. Biz bu ishlarni vatan uchun, vatan sevgisi uchun, o'sha qalbimizdagi vatanparvarlik ruhi uchun va o'sib kelayotgan, vatanidan uzoqda yashayotgan yosh avlod uchun, ularni ham vatan ruhida tarbiyalash uchun, kerak bo'lsa O'zbekistonda yashab turib ham hali vatanni his qila olmagan yurtdoshlarimiz uchun ham ko'rsatish uchun mana shu ishlarni qilishga harakat qilyapmiz azizlar. Va sizlar ham bizlarni qo'llab-quvvatlab turishingizga ishonamiz. Har doim aytganimdek, hech
hech qanday yordam bera olmasangiz ham mana shu qo'llaringizni duoga ochib bizni duo qilib tursangiz shuni o'zi bizga yetadi azizlar. Chunki xalqimiz aytganidek, oltin olma, duo ol, duo oltin emasmi azizlar. Demak, suhbatimizni yana davom ettiramiz. Dilshodbek, mana endi ko'rib turganimizdek, Turkiyada ham O'zbekistonda ko'p millatli xalqlar yashaydi, millatlar, o'sha turkiy xalqlar. Mana biz mana shu festivallar bahonasida barcha millatlar bilan tanishish imkonimiz bor, do'stlashish imkonimiz bor. Balki kelajakda o'zimiz ham ba'zi festivallarni tashkillashtiramiz. O'sha O'zbekiston xalqi mezbonligida bir chiroyli festivallar tashkillashtirishni reja qilamiz inshaalloh birgalikda. Endi aytingchi, mana shu siz mana shu vatanparvarlikni targ'ib qilish bilan birgalikda o'zingiz nima ishlar bilan bandsiz? Mana shu oilani ro'zg'orini qanday tebratyapsiz? Albatta ro'zg'or nima deydi? Ochiq g'or deydimi? Uni to'ldirish kerak. O'sha oshqozon ham tik turmaydi, bo'sh qop tik turmaganiday. Nima ishlar bilan bandsiz? Shular haqida ham gapirib bering. Men o'zim kasbim shifokor. Mana shu 2010-yil Toshkent tibbiyot akademiyasini magistraturasini tugatganman. Mashalloh. O'zbekistonda, Toshkentda bir qancha sohalarda, davlat, xususiy sohalarda shifokor bo'lib ishladim. Lekin avvaldan o'sha talabalik paytimdan chet elda bir o'qish yoki bir yashash, bir fikrim bo'lardi, qanaqa bo'lar ekan deb. Nasib ekan o'sha 2018-yil oxirida dekabr oyida Antaliyaga keldim. Siz mendan 1 yil oldin kelgan ekansizmi? 2019-yilda kelgandim ilk bora. Birinchi bir sayohat asnosida keldim. Lekin qish bo'lishiga qaramay Antaliyani yam-yashil tabiati, dengiz, tog'lari odamni o'ziga jalb qildi. Hayron qolgandirsiz. Qish lekin qor yo'q, hamma yoqda yozdek. Havosi issiq, yashillik, salomatlikka juda foydali. Shuning uchun oilam bilan bu yerda yashash fikri tug'ildi. Keyin oilam ham keldi. Shundan beri bu yerda bir qancha xususiy klinikalarda tibbiyot turizm sohasi bo'yicha vakil bo'lib ishlab kelmoqdaman. Turk tilini bilarmidingiz kelganingizda? Yo'q, kelgan paytim bilmasdim. 1-2 dona so'zlar bilardim. Lekin bu yerda o'sha ish boshlagan reabilitatsiya markazida o'zbek, ruslar hech kim yo'q edi, faqat turk do'stlarimiz orasida tez fursatda turkchani o'rgandik. Qiyin bo'lmadimi sizni qanday qarshi olishdi Turkiyadagi insonlar? Yo'q, qiyin bo'lmadi. Masalan, meni akam o'zi Turkiyada, Hacıtepe'da o'qib bitirgan. Bu yerga kelishdan oldin albatta akam bilan maslahat qildim. Turkiyaga bormoqchiman. Qanaqa xalq? Tug'ishgan akangiz? Albatta. Turkiya qanaqa, xalq qanaqa, borsam bo'ladimi? Akam yaxshi, turklar ham juda yaxshi xalq, o'zimizdek deb tavsiya qildi borishimni ham. Hatto haqiqatan turklar nima deydi? Begona emas. Biz ularga begona emas. Hammamiz bir qon ota yurtimdan kelibsan deb xursand bo'lishgandir. Albatta O'zbekistondan desak, masalan, mana shu tadbirlarda ko'rib turibsiz, Qozog'iston, Qirg'iziston hammasini bular quchoq ochib kutib olishadi, yaxshi munosabatda bo'lishadi. Biz ham o'zimizni hurmatimizni joyiga qo'ygan holda, hurmat izzatda bo'lib, ularga yaxshi munosabatda bo'lamiz. Ya'ni bu yerda xalqlarni begonasi yo'q. Ayniqsa mana shunaqa turistik shaharlarda. Albatta. Men ham shu fursatdan foydalanib mana turk xalqi haqida ikki og'iz gapirib o'tmoqchiman. Chindan ham turklar o'zbeklarga o'xshagan mehmondo'st, ko'ngli ochiq, sodda insonlardir. O'sha bu yerda millat ayirmachilik yo'q, to'g'rimi? Hamma millatni birdek ko'rishadi. Urusmi, o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, hammani o'zini nima deydi, o'ziga yaqin olib, o'sha yaxshi inson bo'lsa, albatta ularni aldamasa, yolg'on gapirmasa, kerak bo'lsa o'sha yeb turgan ovqatini ham birgalikda bo'lishadi. Shu fursatdan foydalanib turk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenler varsa aramızda. Çok güzel insanlar, gerçekten Özbekler gibi misafirperver, Özbekler gibi açık gönüllü,
alçak gönüllü insanlardır. Gerekirse gelen misafirle yediği yemeği de birlikte paylaşıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz de sizleri Özbekistan'da misafir etmekten çok onur, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız ki biz de burada kendi vatanımızdaki gibi yaşıyoruz. Yani vatan, ana yurt özlemi olsa bile siz bunu bize çok hissettirmiyorsunuz, yardım ediyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Endi mana bu yerga oilangiz, farzandlaringizni nima o'rganishi qanday bo'ldi? Qiynalmadimi? Maktablarga borayotganda farzandlaringiz? Albatta, ikkita qizim maktabga boradi. Katta qizim 6-sinfda, kichkinasi 4-sinfda. Eng kichkina o'g'limiz Antaliyada tug'ildi. Hozir Maşallah. 2,5 yoshda. Siz xuddi sezgandek savol berdingiz. Qizlarim Allohga shukr muvaffaqiyatli sinflarida, masalan, birinchi 3talikka kiradi reytingi bo'yicha ham. Maşallah. Yaqinda vatandoshlar jamoat fondi tomonidan bir tanlov o'tkazildi. O'sha Alisher Navoiy bobomizni tavallud kuniga bag'ishlangan. Har xil janrlarda o'sha she'riyat janrida katta qizim xalqaro miqyosda 2-o'rinni oldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Xalqaro miqyosida. Albatta. Qoyilman. Ular ham qizimni munosib taqdirlashdi. O'zbekistonga borganimizda vatandoshlar jamoat fondi rahbariyati bilan alohida bir ko'rishish maqsadimiz bor. Chunki ular ham mana shu chet eldagi o'zbek vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ochilgan bir jamoat fondi. Bizga har doim yaxshi munosabatda bo'lib turibdi. Mana baribir o'sha ilm olishni, kitob o'qishni, mana insonga hech qanday zarar yo'q, to'g'rimi? Albatta. O'shaning uchun sizga rahmat, mana shunday farzandlaringizni kelajagini o'ylab, ularni ilmi bilan qiziqqaningiz uchun, mana shunday tarbiya berganingiz uchun. Albatta aziz do'stlar, farzandlar shunchalik nima deydi? Bir mo'jiza, ya'ni ularga qancha yaxshi narsani o'rgatsangiz, qancha yaxshilikka targ'ib qilsangiz, ular xuddi o'sha sarvqomat teraklardek o'sha ko'kka bo'y cho'zaveradi. Buning uchun har doim ilmga sarflangan mablag' hech qachon zarar keltirmaydi. Shuning uchun bir tomondan o'zbek farzandlari, avlodlari kimlar? O'sha aytib o'tganimdek Al-Xorazmiy, Al-Biruniy, Al-Farg'oniy, o'sha Imom Buxoriy bobolarimiz, Alisher Navoiy bobolarimiz, ularni sanab sanog'iga yeta olmaymiz albatta. Demak biz kimlarni avlodimiz? O'sha biz bu yerda Turkiyada masalan musofirchilikda bekorga o'sha o'zbek uyushmasini targ'ib qilish uchun, uni faoliyatini yoritish uchun bekorga masalan shuncha yo'llar bosib kelmadim shaxsan o'zim. Chunki biz mana shunday millatmiz. O'sha Amir Temur aytganidek, biz kim? Mulki Turon, Amiri Turkistonmiz. Biz kim? Millatlarning eng ulug'i, Turkning bosh bo'g'ini. Mana shunday ulug' bir millatmiz deganidek, demak biz mana shu millatimizni ko'tarish uchun o'sha yolg'on yashiq xabarlar ba'zan tarqaladi, ba'zan xafa bo'ladi inson. O'shaning uchun mana shunday xabarlarga o'rin qoldirmaslik uchun yaxshi insonlarimizni, yaxshi tomonlarini chiqarishga harakat qilamiz va bu insonlar u qadar mashhur, balki san'atkor bo'lmasligi mumkin, balki boshqa bir soha vakili bo'lmasligi mumkin, lekin mana shunday ularni vakillaridan biri mana Dilshodbek o'zimizga o'xshagan oddiy inson, oddiy oiladan, ziyoli oilasidan chiqqan bir ziyoli yigitimiz. Inshaalloh bunday yigitlarimiz hali qancha bor Turkiyada. Mehnat qilyapti, oilasini boqyapti, oilasiga pul yuboryapti o'sha farzandlarini o'qishi uchun. Barchasiga Allohdan madad tilab qolamiz. Demak, mana bugun uyushmani faoliyati boshlanishi bilan tanishib oldik. Endi mana Antaliyada qancha o'zbeklarimiz bor? Xabaringiz bormi? Ular ko'proq qaysi ishlarda ishlayapti? Bir ma'lumot bera olasizmi? Antaliyada rasmiy ma'lumotlarni hozircha to'g'risi bilmayman, lekin juda ko'p o'zimiz Antaliyadagi o'zbeklar rasmiy kanali, Telegram kanalimizni ochganmiz. U yerda 400-500 ga yaqin vatandoshlarimiz faol. Maşallah. O'sha yerdan e'lonlar berib boramiz, bir tadbir qilsak, birgalashib
biror vatandoshimizga yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan xabardor qilamiz. Endi Xudo xohlasa mana shu uyushmani nomi ostida uyushmaga a'zo qilib O'zbekistondan kelgan vatandoshlarni taniymiz, bir-birimizga yordam berishni boshlaymiz. Inshaalloh. Endi ko'pchilik to'g'ri vatandan uzoqda ishlash uchun kelishadi. Bundan tashqari masalan davolanish uchun kelishadi, o'qish uchun, sayohat uchun kelishadi. Ko'pchiligi mana shu uy ishlarida ishlar yurishibdi. Lekin yaxshi bir yutuqlarga erishgan vatandoshlarimiz ham bor. Masalan Shahnoza xonim bu yerda katta bir fermerlik ochgan. Feruza Izzat opamiz bor, Antaliya bilim universitetida ingliz tilidan dars beradi. O'zlari doktorlik dissertatsiyalarini yoqlagan. Boshqa bir tadbirkor ayollarimiz, akalarimiz bor. Bu yerda faoliyat yurib, oilasi bilan yashayotganlar. Hammasi lekin nima deydi? O'zbeklarga xos bir mehmon do'st, hammasi ochiq ko'ngil, yordamsevar. Mana shu fikrlarimiz, dunyoqarashimiz bir bo'lganligi uchun mana shu uyushmada jam bo'lyapmiz hozir. Mana shu tadbirlarni birgalikda o'tkazyapmiz. Uyushmani kengaytirmoqdamiz ular bilan birgalikda. Endi bu uyushmaga faqat Turkiyadagi o'zbeklar a'zo bo'la oladimi yoki O'zbekistondagi o'zbeklarimiz ham a'zo bo'lishi mumkinmi? Uyushmaga nafaqat o'zbeklar, boshqa millat sohiblari ham a'zo bo'lishi mumkin. Turkiya, Antaliyada, Turkiyada, keyinchalik O'zbekistonda ham a'zolik a'zolik internet saytini hozir yaratyapmiz. O'sha yerdan oson va qulay a'zolik shartlarini yaratyapmiz. O'sha yerdan a'zo bo'lishi mumkin. Ungacha ijtimoiy tarmoqlarda bizni sahifalarimiz bor, Telegram, Instagram, YouTube kanallarida. O'sha yerdan o'zlari izohda qoldirib a'zo bo'lish istagini bildirsa, biz ularga albatta a'zolik shartlarini aytamiz. Qanchalik sahvimiz keng bo'lsa, shunchalik imkoniyatlarimiz ham kengayadi. Ya'ni farqi yo'q, bizga millat tanlamaymiz. Demak, bag'rikenglik, albatta davlat tanlamaymiz. Yetarki fikri, dunyoqarashi bir bo'lsa, yaxshilik bo'lsa, bizni safimiz kengaysin deb xohlaymiz. Albatta. Menimcha uyushmaga a'zo bo'lishning yaxshi taraflaridan yana biri, masalan, Turkiyadan, O'zbekistondan hech qachon Turkiyaga kelmagan, masalan, bir vatandoshimiz deylik, hech qanaqa tanishi yo'q, qarindosh urug'i yo'q. Lekin mana shu uyushmaga a'zo bo'lgan paytida u hech qanday qo'rqmasdan biletini olib, uchoqlarga chiqib, to'g'ri Antaliyaga kelib siz bilan ko'rishish mumkin, to'g'rimi masalan? Albatta. O'shanda qulayliklari bor. Uyushmamizning asosiy yo'nalishlari ko'rib turganingizdek, madaniyat, ta'lim, turizm va salomatlik yo'nalishlari. Bundan tashqari tadbirkorlar hamkorligimiz bor. Antaliyaga nima maqsadda kelmoqchi yoki kelgan bo'lsa, vatandoshlarimizga har doim qo'limizdan kelguncha yordam, maslahatlarni berib boramiz. Albatta. Aytib o'tganimdek, aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu O'zbegim uyushmasiga a'zo bo'lgan paytingiz qo'rqmasdan Turkiyaga kelib, mana Dilshodbek bor, Feruza opa bor Antaliyada, mana biz bormiz Anqarada. Kelib, masalan, qayerga bormoqchisiz, qanday muammongiz bor yoki qaysi shaharlarga sayohatga bormoqchisiz, mana shularni biz bilan maslahatlashib, qo'rqmasdan istasangiz yoki holda istasangiz jamoat bilan kelishingiz mumkin va telefon raqamlarini ham e'lon qiladi Dilshodbek, ular bilan bog'lanib hech qanday qo'rquvsiz kelishingiz mumkin. Bu borada sizga Antaliyadagi O'zbegim uyushmasi menimcha katta yordam beradi. Dilshodbek, bunga menimcha suhbatimiz juda ham bir chiroyli, mazmunli suhbat bo'ldi. Albatta buning uchun sizga katta rahmat. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, mana shu o'tgan yili o'sha O'zbegim anaqasi qancha sportchilarimiz
nima deydi, g'olibliklarni, oltin medallarni sohibi bo'lishdi-ku Olimpiadada. O'shanda ta'sirlanib bir O'zbegim deb nomlangan she'rni yozgandim. Keyin unga musiqa bastalab, qo'shiq yaratdim va uni mana shu Mirsayt akani homiyligida studiyada yozdik. Aslida bir jamoadan Aynen. Mana shu O'zbegim uyushmasi uchun maxsus yozilgan bu. Shundan ozgina xabar qilib bermoqchiman. Balki Xudo xohlasa oldindagi festivallarda bu qo'shiqni hammamiz birgalikda ijro qilamiz. Nima deysiz? O'zbegim. Tog'i toshni gul qilib, ko'ngillarni sel qilib, turkilarni bir qilib, Turan qurgan O'zbegim, sohib Qur'on izida, mangu berdi so'zida, Ulug'bekning ko'zida, yulduz ko'rgan O'zbegim. O'zbegim, O'zbegim, mehri oftob O'zbegim, 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 qalbi kitob O'zbegim, 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 mehri oftob O'zbegim, 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 qalbi kitob O'zbegim. Azizlar, mana shu nima deydi? Ona vatanimizga katta rahmat bag'ishlangan mana shu ajoyib qo'shiq bilan bugungi suhbatimizga yakun yasamoqchimiz. Albatta sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da diydorlashish, sizlarning duolaringizni qalbimizda his qilish biz uchun juda ham muhimdir. Shuning uchun azizlar, O'zbegim uyushmasi bilan bog'lanishni aslo unutmang. Xudo xohlasa biz hamisha qayerda bo'lmaylik birgamiz. O'zbek qalbi bilan, O'zbek yuragi bilan butun dunyodagi yaxshi insonlarni yaxshi ko'ramiz azizlar. Mana shu suhbat davomida bo'lgan texnik nosozliklarga yana bir bora kamchiliklar uchun uzr. Inshaalloh biz bu kamchiliklarni tez kunlarda bartaraf qilishga harakat qilamiz. Barchangizni Turkiyada, Antaliyada, Anqarada va boshqa bir shaharlarda kutib qolamiz azizlar. Aytadi-ku, musofir bo'lmasdan musulmon bo'lmas emish. Musofir bo'lib ona yurtimizni qadriga yanada ko'proq yetamiz, to'g'rimi Dilshodbek? Albatta. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Minnatdorman. Siz kabi jurnalist, o'zbek vatandoshlarimiz, qolaversa xayrsevar, tadbirkor vatandoshlarimiz mana shu O'zbegim uyushmasiga qo'ldan kelguncha qo'llab-quvvatlab tursa, o'zlarini dastaklarini bersa, albatta ko'zlagan maqsadlarimizga tezroq yetamiz deb umid qilamiz. Inshaalloh. Hammamiz birgalikda yordam beramiz inshaalloh. Ko'rishguncha azizlar. Ko'rishguncha hammaga rahmat.